Albatta o'zini orzusi xususiy klinika ochish. Men Ergashev Akmal Islomovich, Zarmet universiteti 1-kurs 133-guruh talabasi, Islomov Sitora dadasiman. Men shifokor bo'lganim uchun qizim o'sha tibbiyot sohasini tanlab, qiziqishi ortib, Samarqanddagi Zarmet universitetini o'zi tanladi. O'ziga ma'qul keldi. Hozirgi kunda universitetning qizimga beradigan eng katta imkoniyatlardan biri bu nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'pgina shifoxonalar bilan Zarmet universitetining shartnomasi borligi sababli ko'pgina shifoxonalarda amaliy jarayonlarda qatnashayotganligi, o'z ko'nikmalarini orttirib borayotgan deb o'ylayman. Va undan tashqari Zarmet universiteti tomonidan taqdim etilgan 100% grant sohibi bo'lganligi deb o'ylayman. Grant yutganligini eshitib, albatta butun oila a'zolarimiz xursand bo'ldik va unga yana o'sha kasbga bo'lgan qiziqishi, mehri ortib bordi deb o'ylayman. Albatta har bitta ota-ona o'zini farzandini yuqori natijalarga erishishini xohlaydi. O'qishi uchun, ilm olishi uchun barcha sharoitlarni yaratib berishga harakat qilamizda shu qo'limizdan keladi. Albatta orzuga ayb yo'q deydi. Kelajakda bir yaxshi elimizga, xalqimizga foydasi tegadigan yaxshi shifokor bo'lishni xohlayman. Albatta o'zini orzusi xususiy klinika ochish, Alloh nasib qilsa agar o'sha kunlarga yetkazsa, o'zini oq xalatda o'sha xususiy klinikalarda bemorlarga foydasi tegsa, albatta xursand bo'lardim. Albatta Zarmet universitetiga grant ajratganligi uchun, bularni qo'llab-quvvatlagani uchun bu ham juda katta motivatsiya ota-onalar uchun, talabalar uchun. Albatta Zarmet universiteti rahbariyatiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman.